Arziydi lekin, Otabek. Nima deysizlar? Aziz do'stlar, bu safargi ijodkor, aynan sizlar so'ragan, sizlar sevgan ijodkor, estradamizning yorqin yulduzi Otabek Muhammad Zohidni biz viloyatlarga to'y xizmatiga taklif qilib ko'ramiz. Birgalikda bog'lanamiz do'stlar. Ketdik. Yana qayta kelsam dunyoga. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Otabek aka yordamchilari aka. Ha? Andijondan telefon qilib turgandi aka. Nima eshitaman? Akani xizmatlarini bilmoqchi edi Andijonga. Andijonga jonli ijro ansambl bilan bir soatga boramiz. Aha. Andijon qayerda? Andijon shaharda o'zida. 2,5 ming beramiz. Oxirgi narxi. Mayli bir 200 o'tib beraman. Ha, 200. Bo'ldi, tushunarli aka. Katta rahmat, sizga telefon qilaman. Xo'p bo'ladi. Ana aziz do'stlar, hammalaring guvohliginglarda bugun biz estrada xonandasi Otabek Muhammad Zohidni Andijonga to'y xizmatiga taklif qilib ko'rdik. 1 soat xizmat qilib berish narxi 2,5 ming dollar qilib belgilangan ekan. Biz Otabek Muhammad Zohidning ijodiga omad tilaymiz. Xalqimiz yaxshi kunida xizmat qilib charchamasin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Fikringizni kommentariyada kutaman do'stlar. Bu videoni andijonliklarga tashlab qo'yasizlar. Hurmat bilan Yashnar Ziyo. Sog' bo'linglar.